Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Yangi Navo programmasi. Men riyosatchi do'stinglar Tahir Tursun. Men do'stinglar Ro'zaxon Tudaxon. Programımızın resmi turdan ait muvaffaqiyatli başlab oldik. Unda qo'sa oldi bilan programımızın aziz me'morlaridan bo'lgan baholovchi ustozlarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Akal apandi. Qarshilamiz. Ortesi ataqli naqshchi Dilshod Raydin apandim. Qarshilamiz. Darajalik kompozitor El So'ygan ataqli naqsh cho'lpini Zohir Burxon apandim. Qarshilamiz. Baholovchilarning orasidagi bir tal qizil gulimiz bo'lgan San'at instituti muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim qarshilamiz. Unda qo'sa mush munosabat bilan Farad Qo'la vakillarini tanishtirib o'tgan bo'lsak, bu tipdagi san'at kechiliklariga bevosita numr qatnashtirish fursatiga erishiladi. Bo'ladi unda bo'lsa mukofotlarni tanishtirib o'tdik. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan programmamizni rasmiy boshlab ketgan bo'lsak, programmamızın birinci basqıcı bizning naqshimiz. Güzel naqshimiz her sabahsi yavrati canni bulup kaku qıcır bulbul kızit qayba bu bostanni bizning naqshimiz yangraydi çalgan sazimiz yangraydi itqan naqshimiz ko'zsizi erzuq bilan eski güzel çağlar, güzel çağlar bizning naqshimiz yangraydi çalgan sazimiz yangraydi itqan naqshimiz ko'zsizi erzuq bilan anlaydi.
bizning naqshimiz yangraydi çalgan sazimiz yangraydi itqan naqshimiz ko'ngil so'zi zo'q bilan Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush Rahmat, kelibsiz, rahmat, xush kelibsiz. Bizning naqshimiz bosqichiga naqli bizning naqshimizni tanlabsiz a? Shundaymi? Mush do'stlar, birodarlar, mushu nova programmasiga bizning naqshimizni aytsang birinchi bo'lsa degan rasman. Birinchi bo'lib qolibdi men kelib o'shaga bizning naqshimizni shu aytgan tashakkur. Rahmat. Ma plan bo'ldi ekan. Unda siz oldi bilan tomoshabin do'stlarga bir o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rurman do'stlar, qarindoshlar. Qashqar o'g'loni Kerimjon Ismoildan sizlarga o'tliq salom, ali ehtirom. Rahmat. Kasb nima? Kasbim mening Qashqarda ham Urumchida. Ha. Hozir Urumchi turyapman, yillar bo'ldi. Unga elish ishxona ham muzika akkordlashtiradigan ishxona va shu ishxonada muzika akkordlashtirish, unga ovoz qilish, kino filmlarni tarjima qilish qatorliq ishlar bilan shu navoq ekkan muzika naqshini o'zim Hammasini o'zingiz akkordlashtirib, o'zim unga elib tayyorlab akaganman. Demisam hozirgi aytgan bizning naqshimiz degan naqshiniki akkordimi? Boshqa bizning naqshimiz deganlar boshqalar aytgan to'g'ri o'xshab ketmaydigan akkord uchun. O'zgacha bo'pti. Bo'ldi unda bo'lsa, bog'liq ustozlarning bahosini olib o'tgan bo'lsak, Dilshatkam hozir aytgan naqshingizga qanday baho berildi-ki, Dilshatkamning bir bahosini olib o'tgan bo'lsak, bizning naqshimiz bosqichimizga siz bizning naqshimizni ib kelibsiz. Yaxshi o'rladingiz. Bu bizning naqshimiz bu endi biroz kona naqsha. Bizdim cho'ng bu naqsha. Sizdimi kona? 60 yillar bo'lib qoldi deyman bizga. 50 nechinchi yillari yozilgan naqsha. Yer Masrdan oshgan naqsh ekan-da. Yer Masrdan ochdi. Buni Abdulikim Abdulla bizning ustozimiz shu adam yozgan. Buni teksti ko'p shu o'zgarganda, oxiri mushu tekstda to'xtaldi bu. Talat Nasrning muzikasi, nima tekst so'zi. Mushu tekst to'xtaldi. Endi bu naqshni xilma-xil uslubda aytilgan. Burun shu milliycha xalq naqshi shu uslubida aytilib kelganda, Duta bir bilan milliy muzikalar bilan mesela aytilib kelgan, endi milliy orkestr muzika bilan aytilgan. Keyin buni yillardan burun Abdulla Abdurim mana elektron chalg'i bilan buni manda qilib aytdi. Bu bir uslub. O'zgartib birak aytdi, burungi uslub emas. Endi bu naqshimiz Abdulla Abdurim mush aytilgandan keyin nurg'un yoshlar mush uslubni o'rganib aytyapti. Sizmi naq mush uslubni o'rganib kelibsiz bu naqshni. Endi bu naqshning aytilish asl uslubi xalq naqshi uslubida yozilgan. Men eng yaxshi ko'rdigim yana shu xalq naqshi uslubida aytilganroq. Chunki bu naqshda bizning naqshimiz yangraydi. Naqshimiz yangraydi. Chag'an sazimiz yangraydi. Chag'an sazimiz sayraydi. Naqshimiz yangraydi. Bu naqsha bizning naqshimiz yangraydi deganda yangroq chiqdi. Bizning naqshimiz yangraydi. Zo'qi bilan anglaydi. Bir xil mardonlik, bir jaranglik bu narsa. Anadan keyin bir yeri nayt o'sha avjining o'sha qani do'stim bunda bir ketib bordi. Unda emas. Qani do'stim suri
Adam alır. Bolsa siz bu şu burun itilgan xalq naqsh uslubida itilganni ko'p anglang. Anadaki bunu turak şivi sizgi sığındı. Anadan keyin hozirgi bu şu uslubda elektronlik çalgan piy chiqibsiz siz. Piy chiqdingizmi? Akkordlashtirdingizmi? Asosiyatni Abdullahnikiga o'xshaydi ekan. O'xshash apsiz. Mushuni xalq naqshini ya abroq etilgan uslubni. Jiq ugunib, put ugunib, anadaki ma uslub bilan ikkisini birlashtirib bersangiz, meni texim payz bir yo'l chiqadi. Rahmat. Muchasini tirishing ma'qul. Rahmat Ilshatga. Baliq ustozlarning bergan bahosiga ko'pdan-ko'p rahmat. Siz buni ayt yaxshi naqsh o'rinlab berdingiz. Birinchi bosqichimizga, bizning naqshimiz bosqichiga, bizning naqshimiz degan naqshni aytib kelibsiz. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Teşekkür. Tashkil barmag'ashlar. Aramag'achsiz. Bizning naqshimiz bosqichidagi birinchi nomerlik mayrimizmi o'zining naqshisini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in olqishlar bilan ikkinchi nomerlik mayrimizni sahnaga taklif qilib olganmiz. Qani, marhamat. Yıkıpla dursa Bikri yağmuru Yüreki kimliğin Ağaçlaşma İnsani söyle İnsani söyse Kaysi bir yürek Şekli aşma Nəğmə bozula Eşilmez kişi Toxluq bulmasa Nişir şefkattir Təqdir şundaq dep Ötmeyli dostum Dıllar sussun Çin muhabbettir Kökte kuşlar dek Hiyel durar pervaz Fikri muhabbet insanğa konar Bir gün emraha Kırık gün salam Bu ecdatlar diyen Kalgan bir sabah Bir gün hemraha Bir gün salar Ecdatlar din Kalgan bir salar Ha, o'zingizni bir tanishtiraylik, ha. Assalomu alaykum. Televizor oldingizga ko'rman qarindoshlarim. Shundaqla mehmondan o'tgan tomoshabinlar. Qashqar Konshar o'g'loni Abdulat Yasindan o'tdi salom. Xushkelibsiz Abdulatga. Bizning parchalamiz Konishada qanday kasb bilan shug'ullanasiz unda bo'lsa? Men o'zim hamda ota-bobomizda dehqonchilikdan kasbda shug'ullanamiz. Ha. Dehqon. Ha. Men kichikimda o'shga vaqtimda atibimda Navoiylikni o'rgangan bu 10 yil. Ha. O'zim Navoiy. Bu nimda cho'ng soat taqib oldingiz bu? Qo'l soatmi, suv soatmi bu? Men odatli soat demaymiz, yo'g'ini zil oldim Urumchiga kelgan yo'q. Nanning qirini chiqargan soat abi. Ha. Siqilib. Tushqun soatım oldu universal saat. Qanday bir maqsadlar ekan hozir aka? Asas maqsad kelsak, bayan mavjudam chiqish qo'ydik. Ha. O'zim dehqon. Ha. Atam yo'q, dadam yo'q. Apam bor. Shu Navoiyga bak qiziqmish men. Uyda damam anamni ko'rdi. Men yurtdamda Navoiylik qilgach, tutachlikni achmish uyni qo'ygan mashrabdachi. O'tashqa boshqa bo'ldi bu yerda. Şimdi ustazlarım da ürünü hepini koydu. Ağrını vallahi sen çıkmamız da tutuldu deydi o. Özlemden pek kızgın. Uyum tutardım büyüdüğü üçtüyordu var. Tadı. Evet kılıp es koyma öyle. Qo'lingizni bırak çalamsınız değil mi siz? Küçüklerim var. Da baştan kayda otarsam adımım çıkıp kaldı. Nan yak bulap bulam.
Dutak beşinizi koyup bu üçsüzden ha? Ha, o. Köpünüzü bir dutan yepelep. Rahmet. Raz manda endi men özüm navalı kılıman ço. Ha. Nan degenge kişi saat 2'de okuduğum gibi geçiyor. Saatin yoğunluğumuzda kişi saat adam okuduğum gibi geçiyor. Şuna. Şuna hem de hazır kesek. Ha. Navalığın takaplam dükkanı. Azim men atkan dükkanım var. Ha. Üç geçirdi men o adamda bu dükkan Ya hazır. bu dükkanı. Kişilmanızda bularda. Kişide ustazlar tonu degan kuy yerdiniz mi? Manning hamma neqa o'tib kelibsizda. Eğer namazımda kaz yakıp vermek kişide o seyirde. Siz için. Ha buldu ha. Rahmet ama navaga kış azizim batı apamın usundan. Bu ustalardan da talim ede ben navaga köredim jo her sanını. Apamın şunda arzuyu var. Apamın ekesem hepsiz kısa sebeple meyada kilemedi. Hem de apamga bakka apamga hem de Hüseyin de rahmetine etibar apa rahmet sizge bakkınızga. Bolsa güzel bolsun bolsa. Şuna televizyon arkada apamga rahmetini bildirasam. Apınız salamet bolsun. Bo'ldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Bog'liqchilar bir Qanday baholaysiz? Ablet Yasin. Acayip yaxshi. Naqshini shunda yaxshi aytdi. Ömercan Alimning naqshi. Naqsh aytish uslubmi shu Ömercan Alimniki o'xshaydi ekanda. O'xshaydi ekan. Duttanimi biroz bir qadar shu yaxshi mukammal o'rganibsa. Naqshini shundoq yaxshi aytganda Rahmet. ba'zi yerlarni bak do'rab ketma. O'zingning uslubing bo'yicha aytsang o'zingga xos bir yo'l chiqadi. Belki doğru etme. Asasiyetin nakşediş pırak şiirlerine ügünüş gerekti. Ügünüş gerek. Yani avazı doğrusa doğru kaldı. Üzerinin avazıyla anı nakşediş uslubu ne? Pırak şiirlerini kanda aladı. Aşını mükemmel ügensen özelliğin bir yol çıkdı. Devamlık tırışkın. Rahmet. Oldu. Salam, Ablet Yasin. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Bu basqışta Mehri Şefqat namlıq naqshni elib beribsiz. Ovozunuz jaranglik, yoruq, kuchi bor, yuqori ovozlar, tava ovozlar. Naqshni bu naq maydonda asosan o'z puraqlari bilan yaxshi o'rinladingiz. G'ayratingizga barakalloh. rahmat. İkinci numaralık Mayer, yukarıdaki Mehrim Şakkat namlıq naqşın aytı. Yaxşı icra qildi. Naqsh aytishda muhim bo'lgan bir omil nafas ishlatishni yaxshi bildi ekansiz. Şoňlaşqymy owazyňyz naqsh tekşi chiqdi. Ondan boshqa naqşyňyzdagi dinamiklik, alaylik roşan ifodalandi. Yaxshi aytdingiz naqshni. Rahmet olsun. Rahmat. Bog'liqchi ustozlarning bag'asiga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Ablatga sizning naqshingizga qiziqarli gaplaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Bo'ladi bizning naqshimiz bosqichidagi 2-chi nomerlik mayirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi. Unda hozir qizg'in olqishlar bilan 3-chi nomerlik mayirimizni sahnaga Bir turmushning o'chog'ida ko'ydingiz. Siz asli qizil guldek gultamiz. Meni yiqib qatori qiluvchi jinim ana talay gulbat ko'rdingiz. Apaşitip yutkenimiz yadımda. Gece gündüz kütkenimiz yadımda. Apaşitip yutkenimiz yadımda. Gece gündüz kütkenimiz yadımda. Duayımız her balada saklaydı. Bulsanız bəxət amək yanında.
qayturaman javobni. Taqdir sizga yaqinmisan azobni. 8 jannat oyog'ingiz ostida. Sizdan olay jimid savobni. 8 jannat oyog'ingiz ostida. Sizdan olay jimid savobni. Sizdan olay jimid savobni. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Naq maydondagi barliq tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekranidagi ko'ruvman do'stlar. 4 nomerlik Mayer İlham İmam'da hammaga o'ttiq salom. İlham o'qiysizmi deyman? Yo'q, Ha. o'qimayman. Nima ish qilsiz? Shu muzik kasbi bilan shug'ullangandan keyin shu muzik ishlash degandek san'atni o'rganyapman. Ha, faqat o'qib boqmaganmi? O'qigan? Ha, nechigacha o'qigan? Cho'chongacha o'qigan, to'liqsiz. To'liqsiz o'tirib bitirib keyin o'qimagan. Ha. Nima ishqa? Shu o'qigim kelmay o'zimcha san'at qiziqib qoldi. Asli o'qib turib mustabir san'at bir mustabir naqshul san'at tarbiyalaydigan maktablarga berib o'rgansangiz yaxshi bo'ladi emasmi? Shu o'rganay degan, Ha. shu fursat bo'lmay qoldi. Taz xo'shaqmidi? Ya xo'shaqmidi emas. Tetimidimi ya? Hamza hozir qanaqasi o'zingizning ijodiyatimi? Ha. Ijodiyati, tekstchi. Teksti Rustam Qarsonov. Ha. Bo'lsa, qanday bir maqsad bilan keldingiz? O'zimning bir ijodiyatini bir ichiq baqay degan maqsad keldingizmi, boshqa maqsad bormi? Nava programmasini boshdan oyoq to'liq ko'rib kelyapman. Shu bir chiqish orzusi bilan havas o'tim qo'zg'ab, shunga bir chiqaychu deb qat'iy niyat bilan keldim. Qat'iy niyat bilan keldingiz. Hozir bizga chiqmagan bo'lsangiz, guplib qoladingiz ekan-da o'zingizga. O'ttiga yomon nima-cha? Hozir hamda shu muzika akkordlashtirishni o'zingizning nimalar ijodiyatlar shug'ullanyapsiz shundaymi? Amiz keyingi nishonchu, qanday bir nishon bor? San'at kasbini davomlashtirib, yaxshi bir san'atchi bo'lib chiqish. yaxshi bir san'atchi bo'lib chiqish. Yaxshi san'atchi bo'lib chiqish uchun mencha bo'lsa cho'qim yana o'qing ukam. O'zi bog'liq ustozlar qanday qaraydi ekan sizga bir ba'zini olib o'tgan bo'lsak hamsa. İlham Can İmam Nava sahnasiga xush kelibsiz. Kelgan qadamingizga marhaba. Bizga go'zal bir naqshini, Ana degan naqshini taqdim etdingiz. Bu naqshining she'ri nihoyat yaxshi yozilgan she'r ekan. Muzikada bu nihoyat obdan ishlatsiz. Bu tunji ijodiyatingiz balkim sahnaga chiqqan tunji ijodiyatingiz bo'lsa kerak, shundaymi? Ha. Bayatın o'qishni gibi bo'lib qoldi. Ovozingiz yaxshi ovoz ekan, mo'ngluq ovoz ekan. Bir xil hissiyotliq ovoz ekan. Muzika degan ruhning tili. Muzika orqali nurg'un gaplarni degili bo'ldi. Ma muzikangizdami shu she'rdinmi boshqaroq bir xil mehr muhabbatni texmi jonlantirib atrofliq debsiz. Sizga taklifim bir san'atchi bo'lish uchun yoki muzikant, naqshchi, chalg'uvchi bo'lish uchun cho'qim atrofliq tarbiyalanishingiz kerak. Adabiyotdan xabaringiz bo'lish kerak, falsafadan xabaringiz bo'lish kerak, ideologiyaga oid barliq fanlarni nihoyat astoydil o'qimasangiz bo'lmaydi. Bularni o'rganib nima qilaman deyishingiz mumkin. Hammasi shu san'atingizga, siz shug'ullanayotgan san'atga taqishidi. Sizga yo'l ochidi. Hammasi yo'llar, san'at yo'lda mangadigan tarmoq yo'llar. Eng oxirida yana san'at yo'liga chiqsiz. Bilim bo'lsa, siz yana o'zingizning ideyasini texmi cho'nqur qazib tomoshabinlaringizga yangi narsalarni taqdim qilasiz. Sizga muvaffaqiyat tilayman, inim. Rahmat. Rahmat Zoyibga. 4 nomerlik Mayer yuqorida Ana nomli naqshini nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Naqshining mazmuni intayin yaxshi ekan. Endi ana muhabbati mushundaq ichki hissiyot bilan ijro qilindi. Ana bo'lgan muhabbat haliqi vaqrab chaqirash bilan emas, ichki hissiyoti bilan hozirgidek ijro qilindi. Naqshini yaxshi aytdingiz.
san'atni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, buningdan keyin texmi tirishing, yaxshi bilimlarni eling san'at to'g'risidagi o'chaqda xalqimiz yoqtiradigan yaxshi san'atkorlarni bo'lib qolsiz. Bo'ldi unda bo'lsa. Bo'ldi Rahmat Astra. Ahmet yer olsun. Rahmat. Bizning 4 numaralı mayerimizin naqsini yetib oldi. Bahalgıçılarımın kıymetli teklif fikirlerini bədi. Ondaqda 5 numaralı mayerin sen Yarımın kara saçı küçük tuzuna kıyğa. Yarımın kara saçı küçük tuzuna kıyğa. Ayrılıp gitelmeymen her baksam siyah kıyğa. Ayrılıp gitelmeymen her baksam siyah kıyğa. Yarım çılgın çağda gül tutup baray değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Işığımdın öttüm ben bulbulum bulup sayrap. Könlüm içilip kaptı dilim hoş bulup yayrap. Yarım çılgın çağda gül tutup baray değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Şaldın gün ötkenge şalda körük saldın mı? Alta günlük alem demek yek kutumni saldın mı? Yarım çılgın çağda gül tutup baray değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Gül tutup güzel yarının könlünü alay değmem. Könlünü alay değmem. özünüzü bir tanıştırıp etin. Assalamu alaikum. Aziz kürümmeler. Televizor aldık ki, ekran aldık ki, aziz qarindoshlar. Men Qashqar Fayzvat Qug'un diyardan keldim. Imin ezimning 3-o'g'li Abdurahmon Imin bo'laman. Hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Qarshi odamimiz Abdurahmon deyman. Fayzotni nemish qilsam? Men Fayzvat Naylik 1-boshlang'ich maktabining musiqa o'qituvchisi. Necha yil bo'ldi o'qituvchilik qilib? Hozir men o'qituvchi bo'lganimga 6 yil bo'ldi. Ustozlarning baholarini anglayli. Salam Abdurahmonjon Imin. Xush kelibsiz. Alaykum assalom. Bu basqışda Yar Ote namlıq şoq udarlıq usulluq naqsh ip kepsiz. Avazınız tüsi tutuğraq, lekin sadaba yaxshi bir avaz ken. Naqshnimo udarga mas usulluq hareketleriniz bilan yaxshi o'rladingiz. Usulchi qizimizmi yaxshi maslashib berdi. Keyingi basqishga muvaffaqiyatli o'tishingizni tilayman. Rahmat. Hamdulillah. Bo'ldi, bog'liq ustozlarning bahosini olib o'tdik. Unda bo'lsa, bizning naqshimiz bosqichida numar o'rnida o'tgan qolgan mayorlarni qizg'in olqishlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bizning naqshimiz bosqichima nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashish oldi turdi. Sizlar tomoshabinlarning bilet tashlash natijasida 4 mayorimiz keyingi bosqichga o'talaydi. O'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab
Yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet taşısanglar bo'ladi. Unda olsa bilet taşlash başlandı. 3, 2 1. Keninglar o'g'ilib natijalarni ko'rib beqinglar. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Rahmat. Shaxsan menga nisbatan to'lim bir afsuslanarli ish bo'ldi. Men ikkinchi qitim kelgan vaqtimizda birinchi bosqichda biz bilan qo'shilishdi deb o'ylab boqmabdi ekanman. Rasmiy ko'nglim yerim bo'ldi. Ikkinchi qatim qatnashishim shunday umidlik yaxshi nomerlarni o'tkazgandim. Lekin mening cho'g'an bu mening mag'lub bo'lganim emas deb qarayman. Bo'ldi, rahmat. Bundan keyingi sizlarni qutlaymiz. Muzika ijodiyatlaringiz texim baraka topsin. Nurbiyani bir qizg'in, hech qachon ko'rilib boqmagan bir alqishlar bilan uzib qo'ygan bo'lsak, rahmat. Bizning ikkinchi bosqichimiz güzel bir naqsh ekibsizlar. Oldi bilan qayrim desangiz bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq mening ayolim usul o'qituvchisi, ya'ni o'zining bir qo'lliq tarbiyalagan o'quvchisi ham bizning yaxshi singlimiz To'xtugul bo'ladi. Hozir Qashqardagi o'qishini bitkizib, Urumchida san'at institutida o'qiyotdi. Shunda bo'lsa, Kerimjon, bu qizning To'xtugulning usul o'qituvchisi sizning ayolingiz. Usul o'qituvchisi bo'lgan kishi albatta usulni nihoyat yaxshi o'ynaydi-ku. Nima uchun o'quvchisi keldi, o'z usul o'ynamadi? Salomatlik azroq mas'ul ko'rilganlik tufayli bu yerga mush usuldan asli o'zi o'ynamoqchi edi, lekin shu sabablik o'ynayolmay qoldi. To'g'ri tushunishinglarni so'rayman. Pek yaxshi bo'pti. Ayolingizning salomatligining tezroq asli kelishini, qaychaqdek chip-chiq ketishini umid qilamiz. Rahmat, rahmat. Sizning shu mayirimizga deydigan bir yurak so'zingiz bormi, qanday? Assalomu alaykum tomoshabinlar, manglarning kashiginglar xayrli bo'lsin. Kerimjakamning bundan keyingi ishlarining utuqliq bo'lishini ham ustozim Mayra Ma'lum bilan turmushining xushal-xuram baxtli bo'lishini, umaq singlim Nadira xonimning sog'lom cho'ng bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Naqshini yaxshi aytib berdinglar. Usulni nihoyat chiroyli o'ynab berdingiz. Undaqda ustozlarimizning bir bahosini olib baqsaq. Birinchi nomer qo'mayimiz bu o'tkalgimi bir yaxshi nomerni ep kelibsiz. Men sizdan so'rab boqay, mushu naqsha ijod etishga kim? Bu naqshiningki muzikasini o'zgartib ishlaguvchi o'zim, tekstini xalqlar orasidan tanlab olganim bo'yicha, ya'ni ba'zi bir ohanglarga o'zim selishtirish orqali mush muzikani akkordlashtirib chiqqan. Buni mushu melodiyasini, muzikasini qaysi naqshdan o'zgartgansiz? Buni dastlabda men bunchalar o'xshab qilishini diqqat qilmabdiman, lekin keyin anglaganimda haqiqatan Güzel Toshqo'rg'on degan bir muzikaga o'xshashlik borligini o'zim his qilib e'tirof qildim. Dal o'zi shu. O'xshab qolmagan dal o'zi shu. Dan da dan dan da din dan dan da din dan da 87'lik bir Tajik naqshi Güzel Toshqo'rg'on to'g'ri. Anadan buning skripka, yolg'iz skripkada muzik ishlangan bo'ladi. Ay ishkirlardim ata chetalik skripkalarni chaqan buni. Benzovchi bunday o'zgarish nimasi va bir muzik skripka, yolg'iz muzika. Ashuni mushuni o'zgartib ishlatgan. Lekin jiq o'zgargan bu naqshlarni, jiq narsalarga ishlatgan bu naqshinchi Güzel Toshqo'rg'on ham biz hammamizga bakla tonish ohang. Bir Tajik naqshini Uyg'ur qizi deb aytdingiz. Sen o'xshab qopti. Ashunaqachu shu naqsh o'zi bo'lib qopti. Agar bu naqsh ashunga o'xshamagan bo'lsa, naqshni yaxshi aytdingiz, usulnimi, sanamiz shunday yaxshi o'yindi, seni kayfiyatinglar shunday yaxshi. Bundan birla shu yeri, shu muzikaning melodiyasi shu Güzel Toshqo'rg'on bo'lib qopti. Bay birinchi bosqichda men Kerimjon Ismoil to'g'riliq to'xtalmagan, ma bosqichda to'xtalib o'tay. Ovozingiz to'g'riliq, yo'riq, sadoliq aralash yuqori ovozga. Tavakan. Endi sizdiki men ta'sir qilgan eng chong bir alaydilik, sahnadagi mush qiyofatingiz bek yaxshi. Noiti erkin, bemalol, o'zingizga ishongan asosda bir san'atchiga bo'lishga tegishlik mush tarafdagi omillar sizda
to'liq o'zini aks etdi. Davomli tirishing. Rahmat. Oldu rahmet. Bağlık ustazlarının bağlasıga köptün köp rahmet. Unda olsa tüyen güç var ama ustazlar. Qeyrildislar basqıçdagi 1-numurluq mayırımız özününki qeyrildisi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Unda olsa qizg'in alqishlar bilan 2-numurluq mayırimizni o'zining qeyrildisi bilan sahnada Şirin gördüm Ekli makamda Peyda buluptu Bir gayip ana Kengri alemge Arap ket gidek Onun avazı Altın kuldurma Kengri alemge Arap ket gidek Onun avazı Altın kuldurma O dedi gelmez Ömür kalbini Kayıp geldi Ey ikin karvallar Kumның üstüde Kalmaydı izler Kumның astıdı Parlar armal Ümmet bağışlar Sakar kuyaşı Şunu seçen Ey yavaş çiçekler Kuş çağlap yatar Bulgur zeminde Toğraqның suyu Dağva yürekке Toğraqның suyu Dağva yürekке Qeyrildishingiz bir tanıştıraydı ha. Qeyrdosim emas, mening 18 yaşga inim ağını. İnan qeyrindosh çimem da. Chirdan. Azıcık açını bir tanıştırıp ötmem lan sen. Kardeşim, dostum özümden. Ama ma inim ağınımız bilan men navaga chiqish jarayonida Urumchiga. Bu xalqaro cho'ng bozorda bag'inimizning dukkani bor, chalg'i asab turi sotilgan. Shu yerda tadamini o'shatqin chirib, "Voy, nereden kelding?" deb Qashqarimda navaga kelganimizda, "Voy, men mushu xizmatqandim." O yaqin qeyrindosh Konuşup qilib kelishim, migrashib qatib qilib qoldik hamda. Yaxshi o'pdi, yaxshi Bu o'pdi. da yordam qilib, buyna yo'l ko'rsatdi. Avdej tap qilmizcha, innovasiyam başkada akib qilmagandan inag'inam, inag'inam. İnag'inaz. Onda olsa qeyrildishingizdan sizga qanday bir jur'at so'z Kardeşimning ismi Abdurrahim. Abdurrahim, mening ismim Abdullah Yasin, ikki Abdullah ekanmiz, ismdosh. İsimdosh. Boshqa bir o'pdi quloqlari tanglabdi degandek anglab qilamiz. İsimdosh o'g'imdan faqat chiroyda ishlamas ekansizlar. Bu akimiz mo nayt o'zi xushfe'l, xushchaqchaq. Shunda naqshim shunda usta. Aka, uni obdan kelishib qoldik buning bilan.
Şu navada, programda birinci bo'lishini umid qilaman do'stim. Birinci ötkeldi tavla nakşettin ama ikinci ötkeldi Ömercan ama Tekli Makan degan nakşisini acayip yaxşı ettin. Sen bir kesbet sen rasmi pişkan bir nakş kesen sen. Resmi pişkan bir nakşıka bu. Sen kara tutar çaldı kesen tembir çip ettin bana nakşını Ömercan alımın etkan şu şivilerini İnçik fıraklarını şunçilik yaxşı igerledi. Şunçilik yaxşı oldu. Avazın ama şunda çeksiz yoruk ondan ki. Nakşetqa vaqtdan olam sözlüge vaqtdan qatı işkil adam keze. Yaman kızık işken bu. Bu sen resmi. Juttu mu qaqıldı ayda küldürüp oynam sen? Sorularda bana şu amırak balım çok küçük 70 yaşında vay dep sorun toğlap çakırıp çaldırıp tutarını. Küldürüp koyma bulanı. Hemmizden arı çıkıp oldu diye aldınız şu. Ben de unutmuyorsun. Sana okşaş bir adam bir jutta, bir məhəli koyda, ya bir yiza, bir yerde sana okşaş bir adam bolsa, bütün yizinin bir baylığı cümləsin. Rəhmət. Ularını küldürsən, ulağı sazcıp versən, nakş etip versən, bu bir royozluq. Mənevi yaman bir muyum bir, en muyum bir adam bolsa şəhədi. Sen de yaman zor otuqlarını tileyimiz. Rəhmət. Bo'ldi, rahmat. Dilshatkamdan bag'asiga ko'pdan ko'p rahmat. To'yga tushib, aramaga tutsanlar. Qeyrindayslar bosqichidagi Ablatkammo o'zining qeyrilishi bilan nomerini ko'rsatdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 4-nomerlik moyirimizni qeyrilishi bilan saklik taklif qilgan bo'lsak, marhamat. Samo seynase Samo halqinni aşık eşnase Sama deymu Sama deymu Baharda tan Sabah deymu Nim canımga can derman Madar bergen Oğlum ben hem dava deymu Sana kaynaydı dostum Sama sağ Sama halkını şahit olup kal Sen bizge ecdattın Cesur merdane karvandın Fəxirlənməydiğən kim var Adamlı şahi merdanın Bahadırlar palvallar İstürgen bu meydandı Fəxirlənməydiğən kim var Ecdadım mirasidir Sana kaynaydı Dostum Sama sağ Sama halkını şahit olup kal Samasiga Zımın asman kılır xəndə Samasal sat derindişim Ağda qısqı
apamden Sama özü yaralgan Yürekki sapkandan Sama seynası birlik dünyası Sama halkının aşık eşnası Sama haynaydı dostum sama sağ Sama halkının şahit olup kal Yigitlarni bir tanıştırıktan aldı bilen. Bu yoq olsa mening navrakam Abdusalom bo'ldi. Qarshi olamiz Abdusalom. Bu to'rt ag'inam bo'lsa Dönkörik usul o'mikidan. Unda olsa navra akangiz Abdusalom. Abdusalomdan shu 5 yigit ko'kaldan ko'ngillik so'zni qilib berishni taklif qilgan bo'lsak. Assalomu alaykum Nahmaydondagi tomoshabinlar, ikramdagi ko'rmanlar. Inim ilhomniki bundan keyingi san'at ishlarining texmo yaxshi bo'lishini, yaxshi bir izbosarlardan bo'lishini hamda shu oilasi xotirjamlik, turmushga baxt tilayman. Rahmat. Unda biz ba'zi ustozlarning bergan bahosini olib o'tgan bo'lsak, xalqimizning orasida bir qadar umumlashgan, yaqinqi mezgillardan biri. Umumlashgan naqshlarning birini, Sama usuli naqsini nayt obdan Nevr akınız bilen şundaq yaxşı orunladınız. Bulupmu ma qurdaş yigitler dostlarınız usulni nayt obda oynadı tövendeki tamaşabilarni yürükini leriz keltirdi. Sahneden düştü. Tamaşabilar ularning ko'nglini qabul qildi. Demek bir kayfiyat hosil oldu. Kızı da Nava sahnesi nayt bir kızı demdi. Bu Sama usulü degan bu ömlikni, özara ömlikni, itbaqlıqni, mehr muhabbetni teşebbüs qildigan bir xil ommaviy xarakterini olgan usulchu bu. Bu usul bek uzun davrlardan 1000 yil neri so'zishga bo'ldi bu usulning tarixini. Nayt yaxshi bir nomer oldu, hayajonlandik, xo'sh bo'ldik. Keyingi bosqichlarga muvaffaqiyatli o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Barliq inilarimga, usul tankash qilgan inilarimga rahmat. Rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Undaqda 5-numorli himoyamizni sizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Bu hayatqa ata anam vermey keldi ten Açık terge almıştırıp verdi bizge kan Gürümsüz tukaşlık anam Alınca bulaşlık dadam Kara kışta gülhan buldu yazda sayıven Kara kışta gülhan buldu yazda sayıven Namgazula üzüdü anam Canla formula tüzüdü dadam Can anam buldu dertminin dada Kökte hilal ay ketminin dada Güllime diye silegi bekbaz Aramı canlık olsun payanda Yette perzencilik bizle yette parça Esen Hüsen kebi kökte parlayımız ebed Birlerimiz armanda biz
Zor yıllar tasqa bizge biridu fursat. Namga zula üzüdü anam, canla formula tüzüdü dadam. Can anam oldu dert benim dada, Kürte hilal ay ketmenim dada. Küllime diye sillegi bekaz, aram canlık bulsun payandaz. Aram canlık bulsun payandaz. Xo'sh, qarinishingizlar bilan tanishaylik. Abdug'ani Tursun. Qenijakam mening ayolimning aksi, mening qaynakam bo'ladi. Ikkalin bir maktab ishlaymiz, Pazvatnalik 1-boshlang'ich maktabda. Qarshi olamiz. Rahmat. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Naytib bek yaxshi ko'radigan naqsh ekansiz. Shaxsan men bu yilda eng jiq anglagan naqsh bu. Bek yoqtirib anglagan bu naqshni. Bog'lovchilar qanday bir baholanib berdiki? Naqshi yaxshi bo'ldi. Naqshining muzikalik qurilmasimi intayin yaxshi ekan. Mazmun tushgan. Naqshining o'zi siz o'qituvchi dedingizmi? Muzika o'qituvchisi? Men muzika o'qituvchisi, Qenijakam matematika o'qituvchisi. Endi mushu naqshining melodiyasining o'zi garmoniyalik alaylikni talab qilgan, akkord talab qildi ekanda ma melodiya. Shu bo'yicha aytman bo'lsanglar, naqshanglar ajoyib esil bo'lib ketadi. Yelma naqshini yaxshi ijro qilinglar. Rahmat. Bizga tirishimiz shunaqa. Unda bo'lsa, qarindoshlar bosqichida o'zining qarindoshlari bilan nomer ko'rsatgan qolgan mayyorlarni qizg'in alqishlar bilan texnik taklif qilgan bo'lsak, marhamat. Bizning qarindoshlar bosqichimiz oyoqlashish oldi turdi. Past o'tgan tomoshabinlarning bilet tashlash orqali birdamdan keyin buning natijasi kelib chiqadi. Bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, yaxshi ko'rgan qarindoshlaringizga bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Unda olsa natijalarni ko'rib beqinglar. Keyingi bosqichimizga qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Rahmat. Qana qilingizlar. Bu kiyim yaman katta tika. Hech qisi yo'q. Musobaqa deganda yengilish bo'lib turdigan ish bu yerga chiqishdan burun har ishga tayyorligimiz albatta bor. Shunday. Bu musobaqada yoki Nova sanasida bu qilishimiz bizning keyingi hayotimizning cho'qim yaxshi bo'lmaydiganligidan berilgan bir bishorat emas. Emas, shunday. To'g'ri. Agar biz terishganmiz cho'qim natijasini ko'ramiz. Ishonchim bor. Sizlar yana xalq yarg'idek bir naqshi bo'lib chiqish uchun cho'qim terishyapman, yanildi terishiman. Rahmat. Rahmat. Cho'qim Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat Keramjon. Boy anglasak, Qashqar xalqining bir yaxshi bir muzika ijodiyotchisi ekansiz. Nəhayət yaxşı akkordlaşdırıbsınız, özünüz təyirlib kelgan nomerlarını. Əfsus, keyingi naqşlarınızı alışqa imkoniyat bo'lmay qoldi. Mush munosabat bilan buning keyingi ijodiyatlaringizga texma utuq tilaymiz, barakat tilaymiz. Rahmat. Oilangiz barakat topsin. Baxt tilaymiz. Rahmat. Mangu mushta ruhliq Qizg'in alqishlar bilan Keramjonni o'z qo'ygan bo'lsak. Hammalarga tashakkur. Rahmat. Rahmat. Nava programmamizning 3-bosqichi Parvoz. Marhamat. Çağlaysan dostum üzerine başkalarına sanki sen geçter sözünle maktay desem azaplı dilim köyüdür Mahkımay menzadıla Kızım köyüdür
Kishi oldida tulkidek qildi sen sukut. Ammo kucha oldida bo'lsan burgut. Kivin qo'nsa g'ingshisa qaltak tekshijin. Şunda huydun bizleni sakla ilahiyim. Vay 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 kilviger dostum. Vay 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 kilviger dostum. Vay 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 evliya dostum. Vay 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 elvida dostum. Elvida dostum. Elvida dostum. Rahmet, rahmet, rahmet. Qara qash o'ltirur ey hujra ichida. Qara qash o'ltirur ey hujra ichida. Qizil gul ochilur ey bog'lar ichida. Qizil gul ochilur ey bog'lar ichida. Qizil gul ochilib ey bo'ldi nishonam. Qizil gul ochilib ey bo'ldi nishonam. Senin koyuldu men ey telve divane. Senin koyuldu men ey telve divane. Ketmekçi bulup kaldık yarım yarım dost. Balkan yarım dost. Yar giderlikin bille anarhan yarım dost. Yar kesse bille kessek yarım yarım dost. Balkan yarım dost. Oyun köksi bille anarhan yarım dost. Benim bilen baram sen kumulları çayarım. Nimi qısla oynaylı canla çıkça yarım. Nimi qısla oynaylı canla çıkça yarım.
Onda qolsa bu bosqichda baholovchilarimiz 3 mahirimizga qandaroq baholarni berdiga bir anglab o'tgan bo'lsak. Parvoz bosqichi mahirlarning naqsh etishdan boshqa ortiqchiligini ko'rsatadigan bosqich. Bu bosqichda 2-nomerlik mahirimiz Ablat Yasin yanıla dutta chelib naqsh elib kelibdi. Sizdagi eng cho'ng ikki ortiqchilik bor. Birisi naqsh etgandagi naqshining ushaq agitmalarini to'liq aynan aytish. Bu bek qiyin. Siz haqiqatan ismi jismiga loyiq xalq san'atkori bo'lishga haqlisiz. Rahmat. Yana bir taraf. Rahmat. Naqshidagi mushu tekstdagi so'zlar aniq dona aytilyotdi. Bu oson emas. Naqshchiga nisbatan tekstni aniq aytishmi bu bir mahorat. Bu tarafimiz sizda bor ekan. Omad haqiqatan bugun sizga yor bo'lsin. 4-nomerlik mayırımız ma bosqichda siz shu hamkorlashuvchilaringiz bilan birlikda bak yaxshi o'rinladingiz bu nomerni. Usulchilarimiz shunday jonliq yaxshi o'rinladi. Sizga rahmat yor bo'lsin. Beşinci numaralık Mayır Manayt'ta köp kırlık iktidarı iken Ravab diyeceklerini Süneyni nait yaxşı icra çepediniz. Nait yaxşı numaranız nait yaxşı oldu. Rahmat Muzikam rahmat. Unda qolsa tomoshabin do'stlar, qo'lingizga bilet tashdoqni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, 3 mahirimizning qaysini yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, shu mahirimizga bilet tashlasangiz bo'ladi. Unda qolsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Keyninglarga o'rilib natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Haftada bir yulduz bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, keyingi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar. Bunga bizni to'limi bir hozirlandingiz. Rahmat. Bundan keyin kasbingiz texmi rivoj topsin. Neningizni texmi jiq kishilar setib olsin. Rahmat. Ashadiki bizning yerli xalqlarni texmi o'zingizning payzi bilan, chaqchaqlari bilan, muzikalaringizdan texmi hozirlantirib, xushal qilib turing. Bizning salomimizni yetkazib qo'yasiz. Tenimiz salomat, ömrünüz uzun bo'lsin. Qizg'in alqishlardan albatta o'sib qo'yaylik. Rahmat. Hammaymiz ma'qul xo'sh. Rahmat sizga. Bizning parvoz bosqichimiz nihoyat kulgili, xushal, xuramliq holda oyoqlashdi. Unda bo'lsa bizning eng oxirgi bosqichimiz o'tib ketamdik. Eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Uyan canlar anar dek yüzü, melletim
Yad etip günlerde anam Ah urup esleysini Ah urup esleysini Unda bo'lsa, hal qilg'uch bosqich qadam qo'ydik. Qo'linglarga bilet taysovsini elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan bahirning rep numerini yuqori ovozda to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan bahir bilet taysanglar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tayslash boshlandi. 3 2 1 Bugün Katolik yıldızımız İlham İmam mübarek olsun. Mübarek olsun. İkinci boğan mahirimiz Abdurrahman'ıma kızgın tebrikleyimiz. 4. numaralık mahirimiz İlham'ni bugün Katolik yıldızımız buldu da Praskan tamasibinimiz o'rningizda turib bergan bo'lsangiz. Sizni Şinjan yo'lli xalqaro so'lchak shirki ta'minlagan yo'lliq kasb burklari bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Hamsa bizning baholig'uvchilarimizni bugungi haftalik chempion ham ikkinchi bo'lgan mayirimizga mukofot buyumini ochib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Alkışlarda kökleydi